Assalomu alaykum hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan Mega Kimyo 2022-yil 3-mavzu yechimlarini davom ettiramiz. 3-mavzudan 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. 3-masalada aytyapti, natriy xlorning 2 mol miqdorida nechta molekula bor? Natriy xlorning 2 mol miqdorida nechta molekula bor? Demak, natriy xlor biz bilamiz, har doim 1 moli 6,02 ta molekula bo'ladi 1 molida. 2 molda so'rayapti. 2 molda qancha desak, proporsiyada 2 ni 6,02 ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 12,04 ko'paygan 10,23 ta kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javobimiz B javob 3-savolimizda. 4-savolimizda aytyapti, kaliy xlorning 4 mol miqdorida nechta molekula bor deyapti. Demak, 1 molida 6,02 ta, 4 molda qancha desak, proporsiyadan 24,08 ko'paygan 10,23 ta kelib chiqadi. Demak, 4-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 5-savoliga qarasak, natriy bromning 0,5 mol miqdorida nechta molekula bor? Natriy brom har doim 1 molida 6,02 ta molekula bo'ladi. 0,5 molda qancha desak, proporsiya usulida 3,01 ko'paygan 10,23 ta molekula bor 0,5 molda. Demak, to'g'ri javobimiz D javob 5-savolda. 6-savolga qarasak, natriy bromidning 2 molda nechta atom bor? 2 molda nechta atom bor deyapti. Bu safar molekula soni emas. Xo'p, keyin o'sha atomning molekulyar soniga o'zgartirilganini so'rayapti bizda. Demak, natriy brom 1 molida bitta natriy, bitta brom, jami atomlar soni 2 ta. To'g'rimi? Bitta natriy atom, bitta brom atomi. Atomlar soni 2 ta. 1 molda 2 ta atom bor. Bizda 2 molda so'rayapti. 2 molda 4 ta atom bor. Shuni zarrachalar soniga o'zgartirib qo'yamiz. 4 ta ko'paytiramiz 6,02 ta Avogadro soniga. Bizga kelib chiqadi 24,08 ko'paygan 10,23. Demak, 6-savolimizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi. 7-savolga qarasak, oltin gurt olti oksidni 1,5 molda nechta atom bor deyapti. Oltin gurt olti oksid formulasi SO3. 1 molda 4 ta atom bor. Qayerdan kelib chiqdi 4 ta atom degani deb savol berishingiz mumkin-ku. Bitta oltin gurt atomi va kisloroddan 3 ta. Demak, 3 ta kislorod atomi va bitta oltin gurt atomi, jami 4 ta atom bor 1 molida. Bizda 1,5 molda masala sharti berilyapti-ku. 1,5 molda deb qancha desak, proporsiyada 1,5 ni 4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 6 mol kelib chiqadi. Ya'ni 6 mol atom bor. O'shani zarrachalar soniga o'zgartirib qo'yamiz. 6 ni Avogadro soni 6,02 ga ko'paytiramiz. Bizda 36,12 ta zarrachalar soni kelib chiqadi. Demak, atomlar soni. 7-savolimizning to'g'ri javobi esa D javob bo'lar ekan.